Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.990 so'm 53 tiyin bo'lib 13 so'm 94 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.959 so'm 38 tiyin bo'lib 34 so'm 23 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 150 so'm 71 tiyin bo'lib 49 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 75 tiyin bo'lib 32 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.